Buxoro viloyat huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida Shofirkon tumani Mahalla Qozi mahallasida yashovchi fuqarolardan biri o'zining yashash xonadonida Samarqand va Jizzax viloyatlaridan bo'lgan 3 nafar voyaga yetmagan bolalarga noqonuniy diniy ta'lim berib kelayotganligi aniqlandi. To'plangan hujjatlarga asosan gumonlanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining 229-2 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Hurmatli fuqarolar, diniy ta'lim bu mas'uliyatli va ezgu ish, ammo uning to'g'ri va qonuniy yo'l bilan amalga oshirilishi har bir fuqaroning burchi. Yashirincha, ruxsatsiz diniy ta'lim berish bu faqat qonunbuzarlik emas, balki yosh avlodning kelajagiga tahdiddir. Bunday xatti-harakatlar ortida bolalarning ruhiyati, sog'lom dunyoqarashi va hayotiy yo'lning izdan chiqishi xavfi yotadi. Kelajakda farzandlarimizning to'g'ri yo'lni tanlashi, jamiyatda munosib o'rniga ega bo'lishi uchun barchamiz birdek mas'ulmiz. Ogoh bo'ling, farzandlaringizning kelajagiga beparvo bo'lmang.